To'rt tarafı yap-yeshil, turlik o't-yosh, xilma-xil mevalar yetishadigan, kon boyliqlari mo'l bu jannat kabi vatanim do'zaxga aylangan edi. O'z xalqi ichida vahima, andisha va o'lim hukm surgan. Tajovuzchi yot toiflar bo'lsa, ko'ngli xush qilib, xotirjam yurishgan bir zaminda inson qandoq yashasin? Ona vatanda g'aribsinib yashashdan ortiq alam bormi kishiga? To'g'risi, Turkiston to'nuqsiz holga kelib qolgan edi. Bulun puchqoqlargacha qaroqchilar, qotillar va turumlar bilan to'lib ketgan edi. Ajablanarliki, men tehayat edim. Allohning irodasi. Bek oz masjid qolgan edi. Sanoqliq bir necha yashagan kishilar bu masjidlarga maxfiy oldi berib, namozlarini bo'sh ovozda ado qilishadi. Shundaqdimi, jasuslarning kuzatishidan qutulolmaydi. Bu yaşanğanlarning o'zlariga biror yomonlik kelmagandek ko'ringan bilan, o'riq tuqqanlariga ziyonkashlik qilinishi har zamon qosh bilan kirpikarisidagi ish edi. Teatrxonalarga, soqchixonalarga o'zgartirilgan masjidlarning yonlaridan o'tganda tomlarni siylab, yoshirincha yosh to'katdik. Oshkor yig'ilganlar o'zlarini o'limga tutib bergan bo'ladi. Men u shahardan bu shaharga ko'chib yurib har qatim o'rga yo'tkaganda ismimni yo'tkaytdim. Bu aslimlar bek ko'nrapti. İşletken ismlarimni unutib ketibdiman. Ürümchi kelgan chog'da ismimni o'zgartirishning yetarlik bo'lmaydiganligini bayqadim-da, hammallik qilishga boshladim. Bir eski tog'arning otisini uchamga artdim. Qo'limda 2 tal to'mir ilmek, soqol burtumni bo'lshoq qo'yib etdim. Putlarim yerilib, 10 yil yalang oyoq yurgan odamninkidek bo'lib ketdi. Hech qanday gap so'z qilmaydim. Chunki gap qilish jarayonida ancha-muncha o'rinliq gap qilib qoldingizmi? Salohiyatınız aşkarlanıp qoladi. Kech bo'lganda shahar chetidagi tashlandiq zay hujramga qaytatdim-da, Allohga ibodat qilatdim. Yuzlarimni ko'ydirib eqayotgan yoshlarimni farishtalarning suratayotganligini his qilatdim. Madaniyatimiz to'zib yo'q bo'lib ketyotdi. Ruslar minglab, 10 minglab kelyotdi. Xitoylarmi buningdan qilishmaydi. Hatto Turkistonliklar bilan Xitoylar orasida majburiy to'ylashishlar bo'ladi. Sheng Say Stalinning qashiq berib uningga yalvirib yurib, kommunistik partiyaga a'zo bo'ldi. Qaytib kelibla Xitoyning raisi Jiang Zeyshiga xat yozib yordam tiladi. Biz ikki to'mir topan orasida ezilyotdik. Deganimdek hammallik qilyotdim. Har kuni vatanimizning har xil boyliqlari Rossiyaga mangdigan yo'g'on mashinalar bilan poyezdlarga to'shiladi. Hamma narsa to'shiladi. Kon boyliqlari, meva-cheva, chorva mol, ziroat. İşğalçı Xitoy va ruslarning yig'ilib ko'ngil ochadigan ba'zi yerlari bor edi. U yerlarda kecha-kechalab naqsha aytib, usul o'ynab, aroq ichishadi. Meni hayron qoldirgani bu yerlarda amal mansab tamasida vijdonini, dinini setib, ishg'olchi dushmanning yomon niyat, shum g'arazlari uchun xizmat qilayotgan xoinlar shunchalik ko'p ediki, ular bir kechadala boshqacha insonlarga aylanib qoladi. Ularning chiroylariga qaraganimda Turkistonlik o'xshamay qolganligini his qilatdim. Yep ichish, kiyinishlardan tortib, o'ltirib qo'pishlargacha hamma narsasi o'zgargan bo'lib, hamma ishda xo'jayinlari bo'lgan ishg'olchilarni, bo'libmi ruslarni taqlid qilishadi. Kishini yergan durib, gap qilganda rus so'zlarini aralashtirishlaricha texe. Vatanimning ishg'ol qilingan holiga har qatim qarg'animda dahshat bosadi. Turkiston qachonmi o'zining nozinindek jalbkor, pok beg'ubor va sop olti qaytara? Ümitsizlik yürəkimni mucitdi. Künde maşina toşuğan yükler tinimni alsıratqandan sırat qalbimgimi ar kelishga başlagan kunlarning birida aylanib yurib buni ko'rib qoldim. Tuyuqsiz kelib qolg'achqa ixtiyorsiz olib to'lab soldim. Cho'lpon bir Xitoy haydab ketib borgan arava to'xtadi. Uning tatirib ketgan chiroyiga birli qaradim va o'shimga kelib yuzimni boshqa tarafga burib oldim. Qechib ketay deb mangan edim, lekin harosi bilan yo'limni to'sib meni tutib oldi. Menga tuyg'usiz so'q nazar bilan qaradi. Mening keynimdan saraygacha kel, dedi. Qo'lim titrab, tilim kalvashib qolgandi. Arallah, men sizni tonimayman. Men asli deyaladim. Bizniki kelasan. Balding begimga bir xizmatkor kerak edi. O'zi hozir o'limsiz emas. Cho'qim kel.
dedi keskin buyruq talaffuzida. Hushimni yig'ib, nima ish bo'lganini anqirib bo'lguncha yasadaq paytun ketib qoldi. Minishdan burun turalg'usining o'rnini qisqishi deb bergan edi. Qarang'u, zay bosgan hujramga qaytib keldimda, namoz o'qib, yig'lashga boshladim. Ko'pincha vaqtlarda o'limning yashashdan rohatroq ekanligini his qilardim. Chunki o'liklar hammadan bexabar edi. Yana ba'zi vaqtlarda qalbim keskin ishonchga to'ladi. Islom zafar quchadigandak, mutlaq hurriyat yetib keldigandek o'ylaydim. Tushkunlik va umid qaynimda tangirqab qolgan edim. Ya mang'adigan yo'lini, ya panohlanadigan joyini topolmay tinib qolgan bir bechora edim. Eski meynat kiyimlarim bilan borolmaydim albatta. Ammonliq kiyimlarimni selib etib, usti beshimni bek qasrining qo'g'disiga loyiq tuzashtirdim. Gerçi u begning davri oxirlashib, butun oilasi sarson bo'lib ketgan bo'lsa-mu. Bog'donning saroyini izlab tepish tasga to'xtamadi. Saroy varang-churungdan xoli, tinch bir yerda. Qo'g'dug'uchilarimi oz edi. Hech kim yo'limni to'simadi. Ishik baqar usti beshimga qarab qo'yib, "Xonim bilan ko'rishga keldingmi?" deb so'radi. Qo'rqib turib beshimni lang'ishdim. Allohga shukr. Ismimni so'rab qolmadi. Gerçi ismimni anglasimig'o cho'ngish bo'lib ketishi natayin edi. Lekin dushman g'aljirlashsa nima ishlarni qilib o'tganligini bilgili bo'lmaydi. Ta'limga saroy odamdan xoli edi. Ah xudo, men nima ishga keldim? Nima deyman uningga? Tungungi mashqum. Bugun bo'lsa bu saroyning xonimiga aylangan ayolning xizmatkori bo'lishini qabul qilamdiman. Uning jamiyatdagi o'rni yuksalib cho'qiyotgan. Meni bo'lsa xuddi boshqa qo'zg'olonchilarga o'xshash o'lim tumusqilab yurayotgan tursa. Lekin qattiq qiziqish meni yetlab mush yerga kelgan edi. U qizil maxmalda qoplangan divanda o'ltiradi. Badaniga yepishib turgan qop-qora ko'yniki uni texim jazbdor qilayotgan edi. Cho'lpon bek o'zgarib ketgan edi. Qaramoqqa parishon, sulg'un, lekin mag'rur ko'rinadi. Yoshlarcha jushqunlik, sho'xliqdan asar yo'q. Pishqon, nazlin cho'kaniga aylanib qolgan edi. Uzun bo'ldi. Seni ko'rishni arzu qilib yuratdim. Uning qarab qo'ydim, ammo javob qaytarmadim. Seni urushda o'lib ketdimikin debdiman. Sukutni davom qildim. Gap qilmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, qila olmadim. Umidsizlik insonga hamma ishni qilg'izdi ekan Mustafa. Mening og'zimning ochilishini kutib baqdi. Foydasi yo'qligini ko'rgandan keyin o'rnidan turib davom qildi. Jang maydonida o'lib ketganlarga shunchalik hurmatim bor. Hech kim darg'a esilib yoki turmada qiynalib o'lib ketmasa deyman. Jang maydonida oxirgacha kurash qilib o'lib ketish hargizmi dushmanga tirik tutilib qolmaslik kerak ekan. Oxiri jur'atga kelib, "Amisi o'zing nimishqa tirik taslim bo'lding, Cho'lpon?" dedim. Oxir gap qildim. Achchiq kulib qo'ydi. Men qilganlarimni aql chiqarmoqchi emasman. Beg qasri dushmanning qo'liga tushganda qasrdagi odamlarni qutqizishni o'yladim. Hamma tajovuzchi Xitoyning ko'ngil xush bo'lishini xohlamadim. Shunga birisini tanlab, shuning bilan to'y qildim. "Qanday to'y qilding?" dedim hayronlik ichida. Haqlar qanday to'y qilgan bo'lsam, men shunday to'y qildim. Islomni qabul qildi va meni nikohiga oldi shu. Hasrat bilan o'xtab davom qildi. Bu shunday ajoyib oddiy, ammo echinishliq. Uning menga qiziqib qolganligini ko'rganda shartlarimni o'tirib qo'ydim. Uning islomni qabul qilishining bir ko'rinish ekanligini, nuri o'chgan chiroqdagila bir ishliqini bilaman. O'zimni va uni aldayotganligimni bilaman. Lekin sana qanday tushuntirsam bo'lar? Tayyorliqsiz edim. Chilbirlar har tarafdan xiris qilib kelayotgan edi. Shunday bir chog'da meni amriga oldi va meni qovdi. Hozirgacha yaxshi ko'rdi. "O'zing yaxshi ko'rmaydigan birining qo'ynida qanday yashay olding?" dedim ajablangan holda. Masxarlik oldi mo'risini qaqib qo'ydi. Xuddi vatanim Turkistonning ishg'olchilarining tapini ostida yashayotganideklar. Xuddi sening Xitoy va ruslar ishg'ol qilib olgan Urumchida yashayotganingdeklar. Ruhsiz badandek. "Ruhsiz" deb pichirlab qo'ydi va davom qildi. To'g'ri, qizg'inlik va muhabbatni yo'qotdik. Shunga yeb ichish, o'ynab kulishlarimizning hammasi ruhsiz. İçimizga ruh bo'linishini saqlayotgan mum haykallardek mengib yuramiz. Yog'och yoki tunugidan yasalgan
ovoz chiqaralaydigan chiroyli yapon qo'nchoqlarga o'xshash. Haqiqiy hayot deydigan narsa mavjud emas. Kulkimiz, yig'imiz, hislarimiz xuddi teatr artistlariningidek. Tushundingmi, Mustafa? u zarbi bilan chavak chalgan edi. Xo'jador darhol yetib keldi. Cho'lpon meni uningga tanishtirib, Bu qo'g'duvchi xodim ismi Tursun. Uni huzur kiyimlar bilan Baldon begimning sarayıga loyiq kiyindiringlar.